Devamını anlayısız, hürmetlik vatandaş. Bugün Çiğsağ 2020 yıl 9. ayının 22. gün haftaki seyşembe. Devamı mındak vatandaşlar. Bu kanun layihənin, məsələn, Dövlət Məclisində oturup qoyulğan Tayvan doğrusu kanun layihənin mühim noktaları tüvəndəki məzmunlarını öz çıqalıdır. Amerikanın Tayvan siyasətini küçəytiş. Tayvanga Kompartiya cüngüsünün zoravallıq olan hayvi qilish hareketlerine qarıştırışını küçəytiş. Tayvanga hamkorlashib Tayvanning Kompartiyaning kengaymichilik qilishini cheklishiga kuch berish. Çeklik hukuk beriş, Prezident alayda ahval asıda kural işiltip, Tayvan'ı kurallık hücum koşuraştı nimayi kılış. Cungunun tahti selişine Tayvan'ı kurallık birlikki keltirişin tok tutuşun talep kılış. Tayvan Amerika bir xatarlik söhbeti ve birleşme harbiy manver kılışını turguzup, Amerika Tayvan masışıp harbiy hareket kılışın turguzuşunu pilallaşın talep kılış. Cumhur Halk Cumhuriyeti Tayvan'a hücum kılgan aman Tayvan'ın devlet müdafiyasıga odatdan tashqari mablag' selishni taklif qilish. 5 burjaklik binanın Tayvan Devlet Müdafiya Universitetiga o'quvchi avatishiga ilhom berib, Amerika savdo vakilining Tayvan bilan ikki taraf savdo kelishimini, savdo suhbati o'tkazishga haydakchilik qilish. Tayvan prezidentinin Amerika'ya kelib Devlet Meclisi Birleşme yığınıga qatnashishini ve Devlet Meclisi'nin notoq so'zlashga taklif qilish. Senator Tifanti 117 numurluq o'rta qaror loyihasi o'tirib qo'yib, Devlet Meclisi'nin fikri qilib, Devlet Meclisi mundaq hisobladi. Devlet Meclisi'nin fikri qilib, Devlet Meclisi mundaq hisobladi. Kechiringlar, Amerika Tayvan bilan demokratik munosabatni asliga keltirish kerak. Amerika Tayvan bilan demokratik munosabatni, diplomatik munosabatni kechiringlar, juma. Amerika Tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirish kerak. Suhbatlashish kerak deb hisobladi. Senator Tifanti 17. günü Twitter'da fikir kaldırıp mundaq ko'rsatdi. Men tunigun qonun loyiha o'tirib qo'yib, bir jungo siyosatini darhol oyoqlashtirishni chaqiriq qildim. Bizning do'stimiz Tayvan bilan texnik yaqin munosabat o'rnatishni chaqiriq qildim. Amerika Komünist Cumhuriyeti'nin tasdiqini elib, do'stimiz ham sherikimiz Tayvan bilan suhbatlashish lozimi yo'q. Endi o'zgarish hosil qilishimiz lozim. Tifanti bayonotida mundaq ko'rsatdi. 40 yildan beri Amerikadagi partiyaning prezidentlari hammasi degidek Beijingning yolg'onlari va safsatisini takrorlab, Tayvan Kompartiya Cumhuriyeti'nin bir qismi deyishdi. Gerçi o büyük devriyallık bundaq bolmasımı? Amerika bir jungo siyasını allaqachon axlat dövisiga cho'rib etishi kerak edi. Avam palata a'zosi Tifanti mundaq dedi. Amerika bir jungo siyasını allaqachon axlat dövisiga ko'rib o'tish kerak edi. Demak, zaman kechikdi, vaqt kechikdi, kelishga tegishli voqealar sodir bo'lishga tegishli, yuz berishga tegishli hodisalarning yuz berishi kechikdi degan. Hozir Davlat Majlisi a'zosi nima deydi? Bir jungo siyosatini Amerika allaqachon axlat dövisiga tashlab etish kerak. Senator Tifanti mundaq tilga oldi. Yaqinqi yillardan beri Prezident Trump hukumati cho'ng yuraklik bilan tadbir qo'llanib, Tayvan Amerika munosabatlarini texnik yaqinlashtirdi. Prezident Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashib qolmasdan Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berishini tasdiqladi.
Tayvanga vakillar umiga avatdi. Ham qonunga imzo qo'yib, Tayvan Amerika amaldorlarining o'zaro berish kelishini cheklash qonunini bekor qildi. Vaqt yetib keldi. Takrorlayman vatandoshlar, Tipanti Davlat Majlisi a'zosi da'vatida vaqt yetib keldi. Beijingning bir jungo siyosatini shatutidek takrorlab, ham xiyol bilan ish qiladigan vaqt o'tdi. Amerikaning siyosiy reallikni aks ettirishi lozim. Ya'ni Tayvan Amerikaning siyosiy reallikni aks ettirishi lozim. Ya'ni Tayvan erkin, demokratik, mustaqil davlat. Hamxiyol bilan ish qiladigan vaqt o'tdi. Amerikaning siyosiy reallikni aks ettirish lozim. Bugungi reallik, ya'ni Tayvan erkin, demokratik, mustaqil davlatdir. Siyosatda qayerga kelyapti vatandoshlar, diqqat qilyapsizmi deymi vatandosh?